Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana bugun 2025-yil 18-iyun Doston akamizni Makka dala maydoniga kelganmiz. Fermer xo'jaligiga. Doston aka bu yerga Petrichem Agro kompaniyasi Monero urug'ini ekkan ekansiz. Ha, xudo xolasa. Hosildorligi qanday? Endi bir o'zingizdan qisqacha ma'lumot olamiz. Buni endi bu yil biz ham bir sinash jarayoniga ekib ko'rdik. Ha, xudo xolasa holatlari, o'zgarishlari, issiqqa chidamliklari juda yaxshi. Oldingiga nisbatan ekkanlarimizga buning tezligi ularga nisbatan bir 10 kun, 5 kun harakat tezroq, yaxshi yurar ekan. Mana shu Petrochem Agro firmasi Monero urug'lari o'sha ular bergandi. Xudo xolasa bular yaxshi. Hozir mana tuyimga kirgan. 3 marta suvni qo'yganmiz. 3 marta suv ichdi. 3 marta suvda ichdi. Mana hozirgi holati tuyish jarayonlari juda yaxshi. Bundan biz hozirgacha shuni olmaymiz, yaxshi. Qanaqa ozuqalar sepdingiz, ximikatlar? Biz bunga ekish jarayonida birinchi 200 kilodan ammofoz, 200 kilodan selitra gektarga, 200 kilodan karbamid berganmiz ozuqalarini. 3 marta suv qo'yganmiz, xudo xolasa. Mana shu dumbil gullash jarayonida hozir mana 90% donga o'tagan. Buni endi xudo xolasa yana bir 2 marta kamida suv beramiz. Dumbil jarayonida bir beriladi. O'sha sutga kirganda yana bir berish kerak. Suv beriladi, yo obязательно. O'shanda taroziga ham, o'zini ham yaxshi bo'ladi. Endi nima desak, bu issiqqa keyin yer tanlamasligi. Yer tanlamasligi ham yaxshi. Va sho'rdi uncha nima qilmaydi, ketaverar ekan, yaxshi. Yerlaringizda sho'rlik bor ham. Sho'rlik, nisbatan bor. Mana hozir tagida zaxi ham mana turibdi. Mana o'zlaringiz mana ko'rib turibsizlar, mana tuyish jarayonlarini, dumbil hosillarini mana hozir standart bittadan tuyar ekan. Chekka joylari, suvli joy, shamol yaxshi aylangan, esilgan joylari ikkitadan hosil yaxshi tuygan. Endi nima deymiz? Xudo xolasa yomon emas, yaxshi. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylarini az ko'ramiz. Men 1.80 manda. 1.80 bo'lsa, 1.80 bo'lsa men 30-40 baland. Ya'ni o'rtacha hisobda 2 metr plus deb olaveramiz. 2 metr plus hozir. Hali yana bundan ham o'sib kerak. Hali bundan keyin ham hali o'zgarish jarayonida. Hali bu to'xtab qolgani yo'q. O'zgarish jarayonida hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Yana mana hosillarni ko'ramiz. Hosildorlikka kelganda o'shani ham bir ko'rsak, Xudo xolasa, qolganiga bir nima joy yo'q. Hammasi joyida, yaxshi. Barigidan ham suspenziya qilgansizlarmi buni? Barigidan ham suspenziya qilganmiz. Keyin o'tga qarshi ham, barigidan ham hammasiga nimalar berilgan. Barigidan ekogellar sepdilaringizmi? Menimcha xuddi shunday. Ekogel o'sha 70 nimasini sepdik. 0.70. 0.70 ni sepganmiz. Yana nima deymiz? O'sha bir marta qurtga qarshi, lekin juda ko'p, mana hozir ham qurt tushgani yo'q. Bir xillar 2 marta sepadi. Lekin buni biz isbot qila olmay qoldik. Tezligi yaxshi-da, endi o'sish jarayoni tezlashib ketyapti. O'shaning uchun qurtga ham bir marta sepdik. Bir marta sepganimizda ham mana Xudo xolasa bironta qurt yo'q. O'sha tanasida o'sha nimasi ham yaxshi ekan. Qurtga ham chidamli ekanda, demak. Qurtga ham chidamli. Mana issiq bo'lib ketsa, fasl birdan qiynab qo'ysa, stressga tushib, qurt tushish jarayoni tezlashib qoladi. Shu narada ham yaxshi, mana o'zini tiklab olib, ishlab berishga ham dalishni nima qilmayapmiz, yaxshi, Xudoga shukr. Yomon emas. Mana endi o'zlaringiz mana hosildorlikda mana ko'rib turibsizlar. Tuyish jarayoni mana bu 18-mart kuni ekilgan. Mana hozir 18-iyun. 18-martda ekilgan. 18-iyun. Mana hozirgi holati. Endi ekish jarayonini ham iloji boricha kechiktirmash kerak. Hamma narsa joyida bo'lgani yaxshi. Endi hosilni ham, ekinni ham suvdan, doridan, oziqadan qismashlik kerak. Shunday. Joy-joyida bo'lsa, Xudo xolasa, firma har doim to'g'ri maslahatni beradi. Dehqon to'g'ri ishlash kerak faqat. Ayyo. Vaqti bilan ishlash kerak. Albatta. Necha gektarlik maydon hozir sizniki? Bu maydonimiz, mana shu turgan maydonimiz 3 gektarlik maydon. 3 gektarlik. 3 gektarlik maydonimiz. Mana shu maydonimizda hozir turibmiz mana. Yaxshi.
Dehqonchiligingizga baraka bersin esa. Iloyim aytganlaringiz kelsin. Rahmat sizlarga. Yana ham kelamiz. Ha. Hosildorligini hektariga nechta tonnadan berdi, ularga ham alohida kelamiz endi. Xudo xohlasa. Yig'im-terimga. Albatta. Charchamang siz ham Doston aka, Sog' dehqonchiligingizga bo'lasizlar. baraka tilaymiz. Iloyim aytganlaringiz kelsin.